Assalomu alaykum obunachilar. Mana shu videoda ko'rib turgan Zil 53 miz sotiladi. Yili 1981-yil. Texpasport hamma dokumentlari joyida. Nomerlar yangi qo'yilgan. Balonlar yangi, 6 ta balon ham yangi. Motorlar almashgan, yangi motor qo'yilgan, bir kalitda turibdi. Ko'ringlar, yoqsa aloqaga chiqasizlar. Manzil Surxondaryo viloyati Sho'rchi tumani, Ayrton mahallasi. 4 ta gaz baloni bor. Kelaverasizlar. Shunday 53 qidirib yurgan bo'lsalaringiz, ishlab turgan mashina. Ko'rishni videoni ko'rsa bo'ladi. Xadavoy hamma joyida. Dehqonlarimiz kimga kerak bo'ladigan bo'lsa, pastda raqam qoldiraman, aloqaga chiqaverasizlar. Ishlab turgan tayyor mashina. Dehqonniki. Srochni pul kerak bo'lgani uchun sotilyapti.